Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonboy qishlog'ida joylashgan 5-etajda joylashgan 3 xonali kvartiramiz sotiladi. Qo'qonboy aeroport katta yo'l bo'yidan 3-raddagi dom, 7 etajli domimiz 5-etaj qismida polniy yevro remont qilingan 3 xonali kvartiramiz sotiladi. Barcha sharoitlarga ega. Kimga qiziq bo'lsa kelib ko'zlaring bilan ko'rib, shaxsan egalari bilan baraka qilishlaring mumkin. Albatta, detskiy plashatkalar, yonida ovqatlanishlik uchun mini food va supermarketlar mavjud. Xususiy bog'cha maktabga ham yaqin joyda joylashgan. Mana 7 etajli polniy domlarning o'rta qismida joylashgan. Bu joy hovli sifatida birinchi podyezdimizda, yo'limiz ham o'ng. Bu joyda ham bemalol o'tirib nima qilishlik uchun sharoitlar bor va bolalar maydonchalari bor. Endi xonadonimizga kirib sizlarga qisqacha obzorni qilib beramiz. Albatta bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz va video boshida like tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaysizlar degan umiddamiz. Bu kirish podyezd qismimiz. Kirish podyezd va liftimiz mavjud. Lift orqali 5-etajga ko'tarilamiz. Bu liftimizdan chiqqanda 34-kvartiramiz. Bu kirish podyezdimiz. Kirganimizda albatta o'ziga xos dizaynda polniy yevro remont holatlari bo'lgan, yevro remont qilingan. Bu joyda assobiy kiyim, oyoq kiyimlari yetishlik uchun assobiy shkaflargacha qilingan. Kirganimizda bu joyda umumiy dushovoy. Dushovoyimiz ham albatta chiroyli remontlar bo'lgan. Bu joyda alohida unitazimiz mavjud. Albatta konditsionerlarimizgacha mavjud. Ro'paradagi xonaga keladigan bo'lsak, bu joy oshxona qismimiz. Oshxona qismida albatta balkonga chiqishlik xotimiz bor. Bu joyda balkonga chiqish bor. Bu balkonimiz. Balkondagi manzaramizga bir baho berib qo'yasizlar degan umiddamiz. Albatta, balkondagi manzaramiz ham chiroyli joylar ko'rinib turadi. Oshxona qismimizni oldida bitta bolalar xonasi mavjud. Albatta bu xona, har bir xonamiz ham moyishni abo'ylari bilan o'ziga xos dizaynda qilingan, даже patologlargacha abo'y qilingan. Bu joyga ko'chib kelib faqat yashashlik kerak xolos. Endi detskiy xonamizning oldida, bolalar xonasi oldida bitta kattalar yotoqxonasi mavjud. Kattalar yotoqxonasi, shifonyerlarimiz mavjud. Albatta narx-navosini videomiz oxirida aytib o'tamiz. Bu joyda bitta katta spalnimiz mavjud. Albatta har bir xonani o'ziga xos xonaga moslangan pardalari, sharoitlari mavjud. Orqa tarafdagi derazamiz ko'chaga qaragan, katta yo'l tarafga qaragan. Bu tarafda yo'lga qaragan derazamiz. Endi mehmonxonamizni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu joyda barcha sharoitlarga ega polniy spalniy divanlar bilan, uголовlar bilan mana televizorlarimiz mavjud. Bu joyga albatta Sony'largacha olib kelib qo'yishibdi. Mehmonxonamiz ham o'ziga xos dizaynda, chiroyli remont bo'lgan. Lyustralargacha qo'yib, trimovlargacha qo'yib. Mehmonxonamizni ko'rishni, albatta pardalarimiz ham har bir xonani abo'yiga moslab assobiy tayyorlangan. Polniy pastlarni ko'rsatib o'tamiz. Polniy hamma xonamiz gilam. Mana polniy hamma xonamiz gilam bilan qoplangan. Polniy. Mana bu xonalarimizni ham ko'rsatib o'taylik. Bu xonalarimiz ham polniy gilam. Endi narx-navosiga keladigan bo'lsak, barcha jihozlari bilan
23 ming dollar narx aytishyapti. No, jihozsiz 20 ming dollar narx aytishyapti. Albatta, krediti bor, kreditni to'lab ketish holati bilan 3 xonali, no, 5-etajda joylashgan, ko'chib kirib yashashlik uchun tayyor holatda. Albatta, videoda ko'rdilaring, barcha qulayliklar, barcha jihozlar bor. Jihozlari bilan olaman deganga shu 23 ming narx aytilyapti. No, oylik to'lovi примерно 2 million 800 ming so'mdan chiqyapti. Egalar raqamlarini albatta kommentariyda qoldirib o'tamiz. Kelib shaxsan egasi bilan baraka qilib shunaqa chiroyli xonadonda yashashliklaring mumkin. No, do'stlar, bu videoni albatta ko'plab uy qidirib yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. No, kimdir siz tufayli uyli bo'lib qolsa, albatta bu savobli ish. Bizni kuzatishda do'stlar davom etinglar. Hali bundan-da ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.